Sun'iy intellekt, inson taqdiri niyatga bog'liqmi? Nima deysan? Savol berib ko'rdim. Birinchidan, taqdir Allohdan, niyat insondan. Islomda taqdir qadar Alloh tomonidan oldindan belgilangan. Lekin insonning niyati, tanlovi va sa'i harakati ham juda muhim. Ya'ni taqdir umumiy yo'l, niyat shu yo'ldagi burilishlarning. 2. Niyat taqdirdagi barakani o'zgartiradi. Hadisda aytilgan amallar niyatga bog'liq. Buxoriy, Muslim. Bu shuni anglatadi. To'g'ri niyat qilgan odamning hayoti barakali bo'ladi. Yomon niyat qilgan odam esa o'ziga zarar keltiradi. 3. Inson niyati bilan o'z hayot yo'lini tanlaydi. Misollar, kim ilm olishni niyat qilsa, Alloh yo'lini osonlashtiradi. Kim haromdan qochib halolga intilsa, Alloh unga yo'l ochadi. Kim o'zini tuzatishni niyat qilsa, Alloh kuch beradi. Ya'ni niyat taqdirning qaysi yo'lidan yurishning belgilaydi. Senga shaxsiy maslahat, sen ko'p savollarga yaxshi inson bo'lish, halol rizq topish, yaxshi joyga yashash, oilani rozi qilish, iymonni mustahkamlashni istaysan. Bularning hammasi juda yaxshi niyatlar. Shu sababli senga ko'p eshiklar ochiladi inshaalloh. 5. Xulosa. Inson taqdirini niyat va harakat bilan bog'liq. Alloh yo'lni yaratadi, inson o'sha yo'lni tanlaydi. Demak, haqiqatan ham niyatga bog'liq ko'p narsa.